Salom aziz do'stlar. Bugun Turfaqli kanalida siz bilan juda foydali mavzuni ko'rib chiqamiz. Agar sizga Amerikaviy tur raqamini olish kerak bo'lsa, lekin buni qanday qilishni bilmasangiz, men sizga bosqichma-bosqich tekin va ishonchli usullarni ko'rsataman. Bu raqamlar sizga dunyodagi ko'plab saytlar va ilovalardan ro'yxatdan o'tish, verifikatsiya qilishda yordam beradi. Video davomida men sizga eng yaxshi ilovalarni ko'rsataman va har bir qadam tushuntiraman. Shunday ekan, tayyor bo'ling. Biz boshladik. Xo'sh do'stlar, bugungi videoni boshladik. Bugungi video bizga Vitsim programmasi kerak bo'ladi. Vitsim programmasini qayerdan olamiz degan savol tug'ilsa, bizning Telegram kanalimizga o'tamiz va men xuddi shu Telegram kanalimizga programmaning linkini tashlab qo'yaman. O'sha programmaning linkidan o'tib bemalol ustanovleniya qilib ishlatishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'tish va undan qanday nomer olishni endi sizlarga ko'rsataman. Mana programma ko'rinishi sizlarga boshdan tushuntiradigan bo'lsam, ro'yxatdan o'tish oson. Facebook orqali, kontakt orqali, Gmail orqali, iCloud orqali o'tishingiz mumkin. Mana bir nastroykasi, misol uchun, o'zida accountingiz, free credit har kuni sovg'a bonus olishingiz mumkin bu yerdan. Kunlik bonus beradi. Sizga bittadan o'zini tokeni SIM karta beradi. Misol uchun, siz kuniga bittadan 24 soatda bittadan shu tokenni olib borasiz. Oxiriga borib 30-kunda 3 ta, 29-kunda 3 ta, 28 ta, 27 ta, 26 ta sekin ko'payib boraveradi. Hozir biz 4-kundamiz. Programma 100% nomer beryapti. Ishonchli bemalol kirib ishlashingiz mumkin. Programmamizda yana nima bor? Referalniy programma bor. Siz programmaga do'stlaringizni chaqirib, ular ishlagan coindan 20% ni olishingiz mumkin, doxod olishingiz mumkin. Friend code deyapti. Siz mana bu kodni kirgizsangiz, sizga 10% yana beradi degan ma'noda. Tushundingizmi? Shunaqa. Lekin bizda buni shart emas. John Social Channel deyapti. Bu programmani ijtimoiy tarmoqlariga, ya'ni Telegram, Instagram akkauntlariga obuna bo'lsangiz, sizga aytayaptiki, ijtimoiy tarmoqlarimizda GIF o'yinlar o'tkaziladi deyapti. 100 kredit karta o'sha nima deydi? Bonuslarni olishingiz mumkin ekan. Buni ham bemalol obuna bo'lib, o'zingizlar tekshirib olsanglar bo'ladi. Bizda yana qanday bo'limlar bor? Language, til tanlash, misol uchun programma tilini xohlovchilar ingliz tili, xohlovchilar rus tili, shu tillarni tanlab bemalol foydalanishingiz mumkin. Teams of use. Programma haqida menimcha ma'lumot berdi. Ishlashligi qanday, qayerdan nomer olib beradi, nima uchun beradi? Shularni bemalol tarjima qilib o'zingizlar o'qib olasizlar. Qiziqqanlar bo'lsa. Bu qoidalar bo'lishi kerak menimcha. 2024dan beri ishlaydi deyapti menimcha u yerda. Ingliz tilini deganlar tarjima qilib o'zingizlar o'qib olasizlar. Bizga yana sport mayli, bemalol savollar bo'lsa bu yerdan savollarga javoblar olishingiz mumkin. Bu yerda akkauntdan chiqish, akkauntni o'chirish, nastroykadan chiqamiz. Bizga endi nima? Bizga qaysi ijtimoiy tarmoq kerak? Telegram, WhatsApp, Facebook, Google, YouTube, Gmail, Instagram bor ekan, puff.com, Linkoin. Bu yerda juda ham ko'p ijtimoiy tarmoqlar bor va onlayn kashaloglar bor bu yerda. Onlayn magazinlardan ro'yxat o'tish bor ekan. Juda ham nimasi ko'p, nima deydi? Vaqt ko'p sizlarga kirib bemalol xohlagan nomerlar olishingiz mumkin. Coin, People'ning doxod kunlik olishingiz mumkin, olasizlar sotib olishingiz mumkin. $2 30 ta coin berar ekan. $5 50 ta. $10 100 ta berar ekan. Menimcha tekinga olib ishlatgan hammaga yoqadi. Kuniga bittadan, ikkitadan berib tursa yomon emas, bemalol olib olasizlar. Referalni chaqirib yana nima? Activation. Bu yerda aktivni nomer sotib olsangiz, aktivni sizga qanchadir muddat turadi. 5 kun, 1 hafta misol uchun sizda aktiv bo'lib turadi u nomer. U nomer misol uchun o'chib ketsa, 1 hafta yoki 5 kun ichida qayta tiklab olishingiz mumkin, u sizda aktiv bo'lib turadi.
xuddi shuni bildiradi bu yerda. Bizga misol uchun Telegramga. Amerika nomer 32 ta coin deyapti. Kanada 26 ta. Buyuk Britaniya deyapti 59. Latviya, Qozog'iston, Portugaliya, Indoneziya. Xohlagan davlat raqamlar bor. Mana bu yerda keyin mana aralash default. Endi Prince Low eng arzonidan qimmatlashib ketadi pastga qarab. Sizga qimmatdan pastga qarab ketadigan bunisini tanlaysiz. Eng qimmati Yaponiya nomeri 340 coin ekan. Keyin chiqamiz. Kimlarga misol uchun WhatsApp uchun kerak. WhatsApp Amerika 72 coin, Indoneziya 47. Buni eng qimmatini ko'ramiz. Eng qimmati Belgiya bo'lsa kerak 392 coin ekan. Chiqamiz. Facebook bor, Google bor, YouTube bor. Xullas do'stlar, o'zingizlar kirib bemalol tekshirib, coinlar olib ishlatishingiz mumkin. Xohlasanglar coin sotib olib ishlatasizlar. Xohlovchilar kirib oddiygina klik, nima deydi? Tugmachani bosish orqali kuniga bitta, ikkita yoki 3 tagacha coin yig'ib bemalol nomer olishingiz mumkin. 100% nomer beryapti. Kirib ishlatishingiz mumkin. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosasizlar, kommentariy yozasizlar. Bundan qiziq videolar hali oldinda. Aytgancha boshda aytganimdek videoda ko'rsatilgan programma linkini sizlar bemalol Telegram kanalimga o'tib skachat qilib olishingiz mumkin. Telegram kanalga qanday o'tamiz deganlar video opsiyasi va kommentariyada qo'yib ketaman Telegram kanalim linkini. Shunday qilib do'stlar, bugungi videomizda men sizga virtual Amerika raqamini olishning eng oson yo'li va tekin usullarini ko'rsatdim. Agar sizda yana savollar bo'lsa yoki boshqa mavzularni qiziqtirayotgan bo'lsa, albatta kommentariyada yozing. Video sizga qiziqarli bo'lgan bo'lsa, like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha hammaga omad.